Bugungi qalb safirimizda biz barliq pasib kayfiyatlarimizni qo'yib berib, besimimizni yengillatishga hipnoz ishlaymiz. Bizning ovochliqlarimiz ko'pincha har xil kayfiyatlarimizni ifodalamay besib etishdan kelib chiqqan. Amaliyotda o'zimizning salbiy kayfiyati va besimni qo'yib etish bo'lsa, o'zimizni yaxshi ko'rganligimizning ifodasi. Bugun siz faqat 5 minut vaqt chiqarib mening yetaklashimga ergishib, barliq pasib kayfiyatlarni qo'yib o'ting. Hipnoz jarayoni biz ikki tarafdan moslashishiga muhtoj. Men sizning besim va har xil kayfiyatlaringizni tugatishingizga yordam qilaman. Shuning bilan bir vaqtda sizga ilhom va madad beraman. Agar o'zingizning qarshilik sababidan hipnoz holatiga kirgansiz, men sizning bu qitim texmo baturaq bo'lishingizni umid qilaman. Undaqda bugungi hipnozni his qilishni rasmiy boshlaymiz. Tinch ham ozod muhitdan birini tepib, eng rohat badan qiyofatingiz bilan o'tiring yoki yeting. Ko'zingizni asta-asta yuming. Men bilan birga ikki qatam cho'nqur nafas oling. Siz havoni o'pkangizga to'liq sumirib, ondan asta-asta qo'yib bering. Her qatimliq cho'nqur nafas badningizni barg'asir ozod his qildirdi. Hozir men 1dan 5ga sanayman. Har bir sonni sanaganda siz butun badaningizning barg'asir yeniklab kelayotganligini his qilasiz. 1. Beshingizdan boshlab asta-asta o'zingizni erkin tuting. Qalbingiz barg'asir eg'ilishayotganligini his qilyapsiz. 5 a'zoyingizmi barg'asir ozodlashyapti. 2. Bo'yningiz, bo'yin umurtqangiz va mo'ringizdagi muskullar barg'asir bo'shyapti. 3. Ko'krak bo'shliqingiz va teppa muskullaringizmi barg'asir bo'shyapti. 4. Qursa qismingiz bilan bel qismingizmi nayt azoda, nayt rahat. 5. Put-qo'llaringiz asta-asta ilishqa boshlayapti. Siz eng azoda, eng rahat badan holida turibsiz. Hozirdan boshlab siz faqat o'zingizning nafaslari va mening yetaklashimga diqqat qilsangiz bo'ladi. Boshqa har qanday ishlar, har qanday ovozlar sizga ta'sir qilmaydi. Barliq tasavvur kuchingizni joriy qildiring. Hozir siz bulutga taqishib turadigan egiz tog' cho'qqisiga yamishyapsiz. Tog' chiqadigan yo'l bektik. Siz her bir qadam yamashqanda o'zingizni barg'asiri arg'in his qilsiz. Men 3 ga sangan vaqtida siz tog' cho'qqisiga eng egiz yeriga yamishib chiqib bo'lsiz. Lekin shuning bilan bir vaqtda erib holingizning ketganligingizni his qilsiz. 1 2 3 Hozir siz tağning eng egiz noqtasida turibsiz. Siz barliq tağlarni aniq ko'ra olasiz. Men sizga 15 sekund vaqt beray. Siz bu tağlarning cho'qqisida qalbingizdagi barliq besim, tashvish, vahima va boshqa qiyinchiligingizning hammasini ovozingizni qo'yib etib, varqirab turib chiqarib eting. Agar qalbingizda yana ovozliqlar bo'lsa, o'zingizga yosh to'kadigan vaqt bersangiz bo'ladi. O'zingizni illiqqina quchoqlab qo'ying, ko'z yosh orqali o'zingizga tasalli bering.
Mən 1-dən 3-yə sanayman. 3-dən sanagan vaqtimda siz reallıqqa qaytib kelsiz, hamda bayamqi barliq ishlarni aniq esingiz tutib olasiz. Sizning badningiz va kallangiz azoda ham xushal holatda. Qalbingiz shundoq tinch va yorug' bo'lib qolganligini his qilasiz. 1 2 3 Bu videoni yurak berib saqlab olgandan keyin qayt anglab qalbingizga davolashga ishlatsangiz bo'ladi.